darabal xodimu al-himaru darban dedigan, xodim eshakni rosa ham urdi dedingda. Ya'ni qattiq shu bir urishlikda shunaqa qattiq urdiki, degan bir zo'rabani, ya'ni urishlik darajasini ko'rsatib beryapti. Qay darajada urganligini, qay tarzda urganligini, ya'ni ko'rsatib beryapti. Qay darajada juda qattiq urganligini ko'rsatyapti. Ushbu videoda bir arab tili ustoz birodarimiz maf'ulun mutlaq mavzusini tushuntirishda bir kichik xatoga yo'l qo'yibdilar. Albatta hammamiz ham xatodan xoli emasmiz, lekin biz bu xatoni ko'p uchratganimiz uchun aytib o'tishni lozim deb topdik. Jumlada maf'ulun mutlaq fe'lni 3 ta maqsad uchun keladi. Birinchisi uni tavkidlash, ikkinchisi uning navini bildirish va uchinchisi uning adadini belgilash. Va u kishi darabal xodimul himara darbanda tavkid uchun deb to'g'ri aytyaptilar, lekin o'sha tavkidni boshqacha talqin qilib qo'yaptilar. Ya'ni qanday rosa, juda qattiq u bu deb. Unday emas. Tavkid uchun kelgan turi majoz emasligini bildiradi va bu hamma jumlada ham kelavermaydi. Ya'ni o'sha fe'l majoz emasda haqiqatligini bildiradi. Masalan, men aytsam qata'tu al-khubza desam, ya'ni nonni kesdim. Bu yerda fe'limdan hech qanday majoz tushunilmaydi, chunki haqiqatan non kesaman. Lekin qata'tu yadi desamchi, mana bu yerda eshitgan odam majoz tushunib qolishi mumkin. Ya'ni haqiqiy emas, qanday qilib o'zini qo'lini kesishi mumkin deb. Ana o'shani men tavkidlab qat'an deb berishim kerak bo'ladi. Va biz taqdirida qat'an haqiqiyan deb tushunamiz. Va u kishi aytgan misolda esa dorban haqiqiyan deb tushunish kerak. Lekin u kishi aytgan misol to'g'ri kelmaydi, chunki majoz emas u. Majoz tushunib qolinmaydi. Chunki xodim eshakni urishi bu haqiqiy narsa. Majoz tushunilmaydigan. Va u do'stimiz aytgan qattiq, rosa, juda degan ma'nolar ular nav' bo'ladi va ularda siz albatta o'sha sifatlarni aytishingiz kerak. Dorban shadidan, tawilan deb.